Assalomu alaykum aziz do'stlar va avtomobil ishqibozlari. Alfa Automotive.ru kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlar bilan haqiqiy afsonaning zamonaviy qaytishi haqida gaplashamiz. Qarshingizda Lada Reva 2107-2026 modeli metallik oq rangda. Bu avtomobil nafaqat oddiy transport vositasi, balki butun bir davr, xotiralar va klassik muhandislik falsafasining davomchisidir. Bugun biz ushbu mashinani tashqi ko'rinishidan tortib, ichki saloni, texnik imkoniyatlari va kundalik hayotdagi qulayligigacha batafsil ko'rib chiqamiz. Lada Reva 2107 nomini eshitganingizda ko'pchilikning ko'z oldiga mustahkam, sodda va ishonchli avtomobil keladi. 2026 yilgi yangi talqinda esa bu fazilatlar saqlanib qolgan holda zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirilgan. Metallik oq rang avtomobilga yanada zamonaviy va toza ko'rinish bagishlaydi. Quyosh nuri ostida bu rang nafis jilolanib, mashinaga qimmat va e'tiborni tortuvchi effekt beradi. Shahar ko'chalarida ham, ochiq yo'llarda ham bu rang Lada Reva 2107 ni darhol ajratib ko'rsatadi. Old qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, klassik to'rtburchak shakldagi dizayn saqlanib qolgan. Old panjara soddaligi bilan birga mustahkamlikni ifodalaydi. Faralar an'anaviy shaklda, ammo zamonaviy yoritish texnologiyalari bilan jihozlangan. Bu esa kechki va tungi haydashda ancha xavfsizlikni ta'minlaydi. Kapot chiziqlari keskin emas, lekin aniq va tartibli. Bu esa avtomobilning klassik ruhini yo'qotmasdan zamonaviylik qo'shadi. Yon tomondan qaraganda, Lada Reva 2107-2026 o'zining tanish silueti bilan darhol taniladi. To'g'ri chiziqlar, muvozanatli proporsiyalar va ixcham o'lchamlar uni shahar uchun juda qulay qiladi. Metallik oq rang yon chiziqlarni yanada ravshan ko'rsatib, avtomobilga toza va tartibli ko'rinish beradi. Disklar dizayni ham yangilangan bo'lib, klassik va zamonaviy uslub o'rtasida ajoyib muvozanatni yaratadi. Orqa qismida ham o'zgarishlar seziladi. Orqa chiroqlar klassik shaklda qolgan, ammo ichki yoritish elementlari zamonaviylashtirilgan. Bagaj qismi keng va amaliy bo'lib, kundalik foydalanish uchun yetarli hajmni taklif etadi. Bu avtomobil nafaqat shaxsiy hayot, balki kichik oilaviy ehtiyojlar uchun ham mos keladi. Orqa bamper mustahkam va soddaligi bilan ajralib turadi. Bu esa Ladaga xos minimalistik yondashuvni yana bir bor tasdiqlaydi. Endi ichki salonga o'tamiz. Eshikni ochgan zahoti sizni sodda, ammo qulay muhit kutib oladi. Salon dizaynida o'rtacha murakkablik yo'q, hamma narsa haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay joylashtirilgan. O'rindiqlar yumshoq va ergonomik bo'lib, uzoq masofalarga ham charchamasdan haydash imkonini beradi. Metallik oq tashqi rang ichki qismdagi neytral ranglar bilan yaxshi uyg'unlashadi. Old panel klassik shaklini saqlab qolgan, ammo zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Asboblar paneli aniq va o'qilishi oson. Haydovchi uchun barcha muhim ma'lumotlar bir qarashda ko'rinadi. Multimedia tizimi yangilangan bo'lib, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli funksiyalarni taqdim etadi. Telefon ulash, musiqa tinglash va navigatsiya imkoniyatlari haydashni yanada qulay qiladi. Rul boshqaruvi oddiy va ishonchli. Uzoq yillardan beri sinovdan o'tgan mexanika bu yerda ham o'zini oqlaydi. Pedallar joylashuvi qulay, uzatmalar qutisi esa silliq ishlaydi. Bu avtomobil sport mashinasi bo'lishni da'vo qilmaydi, ammo kundalik hayot uchun barqaror va ishonchli harakatni ta'minlaydi. Texnik tomonga to'xtaladigan bo'lsak, Lada Reva 2107-2026 modeli iqtisodiy va xizmat ko'rsatishda arzon dvigatel bilan jihozlangan. Dvigatel tuzilishi oddiy bo'lib, ta'mirlash va ehtiyot qismlar masalasida muammo tug'dirmaydi. Bu ayniqsa klassik avtomobillarni qadrlaydigan haydovchilar uchun katta ustunlik hisoblanadi. Yoqilg'i sarfi ham me'yorida bo'lib, shahar va trassada tejamkorlikni ta'minlaydi. Osma tizimi yo'llarning turli holatlariga moslashgan. Notex yo'llarda ham avtomobil o'zini ishonchli tutadi. Bu jihat uni Markaziy Osiyo va hududlardagi yo'l sharoitlari uchun juda mos qiladi. Tormoz tizimi barqaror ishlaydi va haydovchiga ishonch bagishlaydi. Xulosa qilib aytganda, Lada Reva 2107-2026 metallik oq rangda bu shunchaki eski modelning qaytishi emas. Bu afsonaning zamonaviy talqini, klassika va yangilik uyg'unligidir.
U nostalgiya va amaliyotni birlashtirib, bugungi kun haydovchilari uchun ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Agar siz ishonchli, sodda va vaqt sinovidan o'tgan avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, bu model albatta e'tiboringizga loyiq. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Siz bilan Alp Automotive.ru kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling va yo'llarda ehtiyot bo'ling.